Assalomu alaykum. Ijmada sevgili ishqiboz akalar. Mana bizda yana bitta Planeta 5 mana yangi olib keldik. Yaxshi ekan aka. Bitta yuvib tarab chiroyli qilib yana sotuvga chiqaryapmiz. Bizda Ural motosikl bor edi. Ural mototsiklga ishqiboz akam buni egasi shu Ural mototsiklga barter qildik aka. Mana mototsikl Dinam Ket yurar ekan. Korobkalari joyida, motorlari joyida aka, hamma yo'g'i yaxshi. Mana bu oldi baloni aka. Mana mototsikl svetlari yonadi. Mana o'zimiz haydab ko'rdik, korobkalari joyida, rama vilkalarda svarka yo'q. Mana bu yerdan vilkalari ketib qoladi. Mana ko'ring. Vilkalari sog', ramalari sog'. Mana mototsikl yaxshi ekan aka. Yangi motor qilgizgan ekan aka. Spiskasini ham ko'rsatdi. Bir 20 xil, 22 xil narsani yangi qo'yib tashlagan ekan. Motor yangi bo'lgan, remont apkatkadan chiqqan. Mana amortizator. Mana bu balonning holati. Mana aka, yangi baloni. Mana ko'rjiq amortizatorlar butun aka. Mana tanijoni sog' aka, apkatkadan chiqqan. Bemalol benzin solib haydaverasiz, hech qanaqa rasxoti yo'q aka. Mana ot tepib yurg'izib beraman, eshitib ko'rasiz aka. Bismillahirrohmanirrohim. Mana motorlar ishlashlari aka. Ovoz. Ko'raman, quloq solib ko'rasan. Aşağı yurishlar aka, yurishlarda xudo xolasa mototsikl xijolat qilmaydi aka. Hamma yo'g'i yaxshi. O'zimiz ko'rib, minib oldik, tekshirib aka. Endi bu mototsikl narxiga keladigan bo'lsak aka, bu 5 million so'mlik Ural motosiklimizga barter bo'ldi aka. Endi bu mototsiklni 6 million deyapmiz aka. Ozgina kelishtirib beramiz. Unaqa ko'p bas akajon. Jicha kelishtirib beramiz. Uzoqroqqa olib kelsangiz dastavkalar ham bor. Aka, gapni quloq solinglar-da. Dastavka uzoqroq olib kelsangiz, dastavka ichida demayapmanmi aka? Dastavkalar bor deyapman aka. Ko'pchilik shuna deyapti. Ya gapni bunday quloq solib tursalar aka, shoshilmasdan nima deyapti bu odam? Eshitasizlar aka. Mana 6 million so'm aka. Mana mototsiklimiz sotiladi aka mana. Telefon nomerlar kerak bo'lsa, yoqsa telefon qilarsiz, yoqmasa yo'q akajon. Mana 90lik 776 00 72 ikkinchi nomerimiz aka. 91lik 674 10 14. Ko'pchilik puli yo'q telefonida yozar ekan. Mana shu nomerga yozaverasizlar akalar. Men telefonga qaragani, yozishgani vaqtim yo'q aka. Ko'proq yozadiganlar asha 91likka yozsin. Telefon qiladigan oladiganlar 90likka telefon qilaveradi akalar. Mana shu mototsiklimiz sotuvga, mana xudo xolasa hozir sotuvga soat 9:00 da chiqaramiz.